Insonning rizqi Alloh tomonidan taqsimlangan. Banda harakat qiladi, ammo natija va baraka Allohning hikmati bilan keladi. Demak, tashvish emas, tavakkal qalbni tinchlantiradi. Agar inson Allohga chin tavakkal qilsa, u qushlar kabi rizqlanadi. Ertalab och chiqadi, kechqurun to'q qaytadi. Yana harakat va ishonch rizq kaliti. Rizq ortidan haddan tashqari qo'rquv bilan yugurish qalbni charchatadi. Halol mehnat qilib, natijani Allohga topshirgan inson eng xotirjam insondir. Inson o'z yo'lida samimiy harakat qilsa, butun olam unga yordam berishga go'yo hamkor bo'ladi. Ba'zan rizq to'g'ri yo'lni topishning o'zi katta natijalar birdan kelmaydi. Har kuni qilinadigan kichik to'g'ri odatlar oxir oqibat barakali natijaga, ya'ni rizqqa olib keladi. Xulosa shuki, rizq faqat moddiy boylik emas, xotirjam qalb, yaxshi insonlar, sog'lik, ilm va barakali vaqt ham eng katta rizqlardan biridir. Insonning rizqi Alloh tomonidan taqsimlangan. Banda harakat qiladi, ammo natija va baraka Allohning hikmati bilan keladi. Demak, tashvish emas, tavakkal qalbni tinchlantiradi. Agar inson Allohga chin tavakkal qilsa, u qushlar kabi rizqlanadi. Ertalab och chiqadi, kechqurun to'q qaytadi. Yana harakat va ishonch rizq kaliti. Rizq ortidan haddan tashqari qo'rquv bilan yugurish qalbni charchatadi. Halol mehnat qilib, natijani Allohga topshirgan inson eng xotirjam insondir. Inson o'z yo'lida samimiy harakat qilsa, butun olam unga yordam berishga go'yo hamkor bo'ladi. Ba'zan rizq to'g'ri yo'lni topishning o'zi katta natijalar birdan kelmaydi. Har kuni qilinadigan kichik to'g'ri odatlar oxir oqibat barakali natijaga, ya'ni rizqqa olib keladi. Xulosa shuki, rizq faqat moddiy boylik emas, xotirjam qalb, yaxshi insonlar, sog'lik, ilm va barakali vaqt ham eng katta rizqlardan biridir.